Pasientkamiz Qoraqalpog'istondan bu kishi bizga rozatsiya va fotodermatoz bilan murojaat qilganlar. Bu 3-chi protseduramiz. Birinchi va ikkinchi marta faqat BBM lazerda ishlagan biza. BBM lazer mana bu qizarganlarni, qon tomirlarini qisqartirib bergan. Birinchi marta kelganlarida yuzlari juda ham qip-qizil edi. Siz o'zingiz effektini ko'rdingizmi shu muolajalarimizdan? Axir yaxshi bo'lib qoldi betlar. Mana bu sezuvchanligi kamaydi. Og'riq berardi yuzi shunaqami? Endi bu kishi xohlayaptilar, mana bu bo'yinlarini tomiri mayin bo'lgani uchun juda ham og'riyapti dedilar. Shuning uchun biz bugun biotizatsiya muolajasini qilamiz. Birinchi lazer qildik, lazerdan keyin biotizatsiya muolajasini boshlaymiz. Bu terilarni qalin qilib, sezuvchanligini kamaytirib beradi. Bo'yinlarga lazer qilganmiz, lekin mana terilar juda ham yupqa. Xuddi marliga o'xshab ketadi. Nevaralarimni quchoqlaganimda og'riq beryapti. Nevaralarimni quchoqlab bilmayapman dedilar. Shuni terilarni sal qalin qilib berish uchun mana shu muolajani o'tkazyapmiz lazerdan keyin. Bundan oldin faqat o'sha rozatsiya bilan fotodermatozga ishlayotgan edik. Buni eng asosiy sababi mana biz bilamizki, Qoraqalpog'istonda quyosh juda ham baland. Bu kishi yillar davomida o'sha SPF kremdan foydalanmaganlar, quyoshda hech qanaqa himoyasiz yurganlar mana shunaqa keyin reaksiya beradi. Fotodermatoz va rozatsiyadan qiynalayotgan bo'lsangiz, uzoq o'ylab o'tirmay bizga murojaat qiling.